Shahar markazi Oybek metro atrofidan uy topib qo'ydim sizlarga. Shundoqqina Rossiya gостиницаning orqa tomonida joylashgan 100 kvadrat metrlik xonadonimiz. Mehmonxona qismini o'zingizlar dizayniga bitta baho berib o'tasizlar. Avtorskiy remontda bitgan barcha mebel texnikalari aynan sizga moslab tayyor qilib qo'yilgan. Xo'p, mana bu joyda oshxonamiz joylashgan. Oshxonada ham barcha kuxonniy mebellari tayyor holatda. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Endi qolgan xonalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xonadonimizda 3 xona, 4 xona qilingan, ya'ni bir koridor orqali hamma xonalarga kiradi. Tashqaridan проходной eshigimiz, stroyniy shkaflari va mana bu o'ng qo'lda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Bunda ham bolajonlar uchun barcha shart-sharoitlar qilib qo'yilgan ekan va mana bu chap tomonda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Buni ham remonti juda ham chiroyli, oppoqqina. Xo'p, kayfiyatni ko'taradigan remont bo'lgan va mana bu joyda 4-yotoqxonamiz joylashgan. Bunda ikkita одинарный kravat va shkaflari tayyor va shu xona orqali o'zini alohida navisnoy balkoni bor ekan. Bemalol stol qo'yib, tashqarida tomosha qilib, kofe ichib o'tirsangiz bo'ladi va mana bu joyda общий sanuzelimiz mavjud. Hop, xonadonimizda 4 qavatli binoni 4-qavatida joylashgan spetsplanirovka dom deyiladi. Hop, $178 ming so'ralyapti. Opsiyonida nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.